Kripto qirolichasi Ruja Ignatova 90 yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi va u haqida ma'lumot uchun $5 million mukofot taklif etiladi. Ammo u topilmaydi. 2014-yilda Ruja Ignatova OneCoin kompaniyasiga asos solgan va 2 yildan so'ng Londondagi Wembley stadionida minglab muxlislar uchun chiqish qilgan. Tadbirkorning ta'kidlashicha, OneCoin tez orada mashhurlik bo'yicha Bitcoin'dan o'zib ketadi va hamma undan foydalanadi. 170 mamlakatdan kelgan odamlar uning g'oyasiga sarmoya kiritdilar. Ammo barchasi yolg'on bo'lib chiqdi. 2017-yilda Ignatova g'oyib bo'ldi va keyinchalik dunyoning eng ko'p qidirilayotganlar ro'yxatiga qo'shildi. Ruja Bolgariyada ziyoli oilasida tug'ilgan. Otasi muhandis, onasi o'qituvchi edi. U 9 yoshga to'lganda ota-onasi Germaniyaga ko'chib o'tishga qaror qilishdi. U Oksfordda o'qigan va allaqachon 2005-yilda 24 yoshli Ignatova xalqaro huquq bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. 2014-yilda u akasi Konstantin bilan birgalikda OneCoin kripto kompaniyasiga asos solgan. O'shandan beri Ignatova uning bir qancha hamkorlari OneCoin'ni butun dunyo bo'ylab investorlarga targ'ib qila boshladilar. Web seminarlar va konferensiyalar o'tkazdilar. Ular potensial investorlarni o'zlarining virtual valyutalarini sotib olish imkonini beradigan maxsus hisob raqamiga mablag' qo'yishga undadilar. Texnik sabablarga ko'ra ishga tushishi doimiy ravishda kechiktirilgan ma'lum bir almashuv veb-sayti ishga tushgunga qadar ular o'zlarining kriptovalyutalarini naqd pulga almashtira olmadilar. Ammo odamlar hali ham bunga ishonishdi, chunki u boshqa shunga o'xshash kompaniyalarga qaraganda 3-5 barobar yuqori daromad keltirdi. Ruja 2016-yil iyun oyida investorlarning yana bir yig'ilishida so'zga chiqib, ularning sarmoya kiritishiga shoshilishga undaganida u o'zini kriptovalyutalar malikasi va shiddat bilan o'sib borayotgan kripto bozorida Bitcoin'ning asosiy raqobatchisi bo'lgan OneCoin kompaniyasi deb atagan. Kir ichida hech kim Bitcoin haqida gapirmaydi. Ignatov olomonga. Hech kim bizning kriptovalyutamiz OneCoin'ga qarshi tura olmaydi. 16 oy o'tgach, OneCoin kriptovalyuta birjasining ishga tushirilishi ketma-ket 3-yilga kechiktirilishi va investorlarning shubhalari ortib borishi bilan Ignatova Sofiyadan Afinaga parvoz qildi. O'shandan beri undan xabar yo'q. 2017-yil oktyabr oyida g'oyib bo'lgach, Ignatovaning surati FBR veb-saytida va butun dunyo gazetalarida paydo bo'ldi. Shunday qilib, Ruja dunyodagi eng ko'p qidirilayotgan ayolga aylandi. Bizda Ignatovaning tashqi qiyofasini sezilarli darajada o'zgartirgan plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazilgani haqida ma'lumotlar bor. U tanib qolmaslik uchun boshqa niqoblardan ham foydalanadi, deyiladi FBR ma'lumotida. Bundan tashqari FBR Ruja kamida 1 yil davomida uning qochishini rejalashtirganiga amin. Bu uning akasi Konstantinga yozgan maktubidagi maslahatlar bilan tasdiqlangan. Aytgancha, u qochib qutula olmadi va hozirda 20 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Ignatovaning OneCoin yaratishida ishtirok etgan boshqa barcha sheriklari ham xuddi shunday ta'qibga duch keldi. Aslida faqat Ruja piramida sxemasining asoschisi qochishga muvaffaq bo'ldi va kriptovalyuta malikasi Gretsiyaga yo'l olgan samolyotga o'tirganidan beri uning taqdiri sirligicha qolmoqda. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring, bizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, bizni kuzatishda davom eting.